Nega Minecraft to'rtburchak? Bugungi videoroligimizda Minecraft nega aynan to'rtburchak shakldaligiga oydinlik kiritamiz. Kalla ham to'rtburchak. Bolalar, sizlar nima deb o'ylaysizlar? Minecraft nima uchun boshqacha shakllarda emas, aynan to'rtburchak shaklda? Buni hozirroq izohlarda yozib qoldiringlar. Kellar avval sizlar bilgan Minecraft yaralish tarixini bizning mavzuga bog'liqlik tarafi haqida gaplashib olsak. Sizlarga aytadigan bo'lsam, Minecraft yaralayotganda ham to'rtburchak bo'lgan, hozir ham to'rtburchak. Mana shu taraflar bilan bog'liq. Minecraft 2009-yil 17-mayda Macrosperson tomonidan yaratilgan o'yin. Macrosperson esa o'sha paytda ko'tadan po'qib ketmagan oddiygina dasturchi edi. Minecraft esa uning shunchaki tajriba uchun qilgan loyihasi edi. U loyihaning asosiy fikrini Infiniminer o'yinidan olgan. U ham Minecraft kabi kublardan iborat o'yin edi, ammo unda ijodkorlikdan ko'ra musobaqa muhimroq edi. Macrosperson esa bu shaklni olib, uni erkinlikka asoslangan ochiq olamli qurish va yasash tamoyiliga asoslangan loyihaga aylantirdi. Ammo shu joyda bitta savol tug'iladi yoki laylak tashilib ketadi. Texnik sabablarga keladigan bo'lsak, Minecraft 2009-yilda yaratilgan, hali ham tepmagan bo'lsa, xullas kim mana shunday animatsiya va hokazo dasturlar bilan ishlasa, bu narsani tushunadi. Ya'ni kub bu animatsiya dasturlari uchun eng sodda shakl hisoblanadi va u kuchli xarakteristikaga ega bo'lgan kompyuter ham talab qilmaydi. Ya'ni bunga sabab Macrospersonda kuchli kompyuter bo'lmagan va u ham o'zining kompyuteriga mos bo'lgan loyihani yaratgan. Ammo bu loyiha hozirda butun dunyoni lahzaga solyapti. 2009-yilda ham 3D o'yinlar mavjud bo'lgan, yaratishning imkoni bor edi, ammo boya aytgandek Macrospersonning kompyuteri unchalik ham g'aroyib bo'lmagan. Shuning uchun ham ular mana shu oddiy loyiha asosida Minecraft o'yinini yaratgan. Kubning afzalliklariga keladigan bo'lsak, u bilan qilingan har bir inshoot aniq va bir-biriga hech qanday chalkashliklarsiz to'g'ri keladi. Kubning Minecraft uchun eng yaxshi shakl ekanligiga ham aynan mana shu sabab bo'lgan. Ya'ni Minecraft bu erkinlik va ijodga asoslangan o'yin. Bunda aniqlik muhim rol o'ynaydi. Agarda Minecraft kub shaklda bo'lmaganda Minecraftni biz raqamli logo desak ham bo'laveradi. Har bir Minecraftdagi blok bu hayotdagi Lego qishchasiga o'xshaydi. Legolar qanday vizual shaklda ommalashgan bo'lsa, Minecraft ham xuddi shunday vizual shaklda ommalashgan. Qolaversa, bloklar nafaqat sodda, balki ko'zni charchatmaydi. Ular odamni keraksiz detallarga chalg'itmaydi. Minimalizm esa bu dizaynda kuchli qurol hisoblanadi. Shuning uchun hozirgi zamonaviy brendlarning hammasi minimalizm uslubiga o'tib ketyapti. Bolalar, kanalimiz bitta video bilan 1 k obunachiga yaqinlashib qopti. Buning uchun hammalarga kattakon spasiba. Bam bo'lib ketgan kanalimizni ham qaytarib oldik. Endigi maqsadimiz esa tezroq 10 ming obunachi to'plash. Shuning uchun esa sizlar menga yordam berib, qaysi turda kanalimizni tezroq 10 ming obunachiga olib chiqishimiz kerak. Buning uchun esa sizlar kanalga obuna bo'linglar. Deylik, bir bola onasidan oyi menga Lego olib bering, Lego o'ynagim kelyapti deb so'radi, ammo onasi pul yo'qlik sabab olib bermadi. Va bola xafa bo'lgan holatda uyga borib onasining telefonini o'ynayotgan paytda Play Marketga Lego o'yinlar deb qidiradi va shularning orasida Minecraftning fake versiyalari ham chiqib qoladi. Bolaning ko'zi aynan Minecraftning fake versiyasiga tushadi va bolaning miyasiga Minecraft degan narsa qo'shiladi. So'ngra u Minecraftni yoqtirib qoladi. Endilikda Play Marketda Minecraft deb yozib qidiradi. Xullas, qisqasi onalar bolasiga qanchalik ko'p Lego olib berishmasa, bolalar Minecraftga shunchalik ko'p kirib keladi. Minecraftda hamma narsa kublardan tashkil topgan. Yer, suv, havo, hattoki lava ham. Bu esa o'yinni juda aniq va boshqariladigan holatga keltiradi. Harakat ham juda oddiy. Atiga 6 ta tomonga, tepaga, pastga, o'ngga, chapga, oldinga va orqaga. Bloklar qancha sodda bo'lsa, ularning ustidan nazorat shuncha kuchli bo'ladi. Agar shakllar murakkab bo'lsa, o'yin mexanikasi ham chigallashadi. Minecraft esa oddiylikdan foydalanib, murakkab tizimlar yaratishga imkon beradigan o'yin. Agarda Minecraft boshqa o'yinlar kabi boshqacha shakllardan tashkil topganda harakat aniqligi pasayardi, xarita og'irlashardi, u ham boshqa o'yinlar kabi kuchli o'yinlarga aylanardi, ijodkorligi esa kamayib ketardi. Misol uchun, yumaloq olamda 100 ta shakldan 10 tasini barpo qilish mumkin, kub shaklda esa bu cheksiz. Xo'p do'stlar, shu joyda Oyxonga bitta savol bersak, agar Minecraft boshqa shakllardan tashkil topganda ham o'ynarmidingiz?